Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Abdullayeva Dilrabo Fayzullayevna, 15 yillik tajribaga ega xirurg, proktolog, ginekolog shifokorman. Bir necha yillardan buyon operatsiyalar qilib, 3000 dan ortiq amaliyotlar qilib, insonlarning kasalliklarini davolashda o'z xizmatimni ayaming kelyapman. Biz yangi YouTube kanali tashkil qildik. YouTube kanal tashkil qilishimizdan sabab proktologik kasalliklar, ginekologik kasalliklar, xirurgik kasalliklar to'g'risida aholimizga ma'lumot berish, ularni og'irni yengil qilib, kasalliklarni erta davrda aniqlash, asoratlarni oldini olish va davolash chora-tadbirlarini o'rgatish maqsadida shu kanalni tashkil qildik. Bugun bir nechta proktologik muammolarni, bir nechta proktologik savollara javob berish orqali bu kasallik to'g'risida bilimimizni oshirishga harakat qilamiz. Bizada ko'plab obunachilarimiz tomonidan kelgan savollarimiz bor. Shu savollarga javob berib boshlaymiz. Demak, birinchi savolimiz gemoroid qanday kasallik? Bu nima sababdan kelib chiqadi? Uni davolash chora-tadbirlari qanday bo'ladi? Gemoroy bu do'g'richakni chiqish qismida kavernoz tanachalar deb ataluvchi a'zolar mavjud bo'lib, shu a'zolarda nagruzka ta'sirida kattalashish kuzatiladi va ularda kasallik kelib chiqadi. Va qon ketish, shu sohada og'riq, ich kelishi bilan kuchayuvchi qon ketish va ich kelishi bilan kuchayuvchi og'riq hisobini shikoyat qilib keladi kasallarimiz. Yana ich kelish vaqtida shu kavernoz tanachalar deshana chiqib, gemoroy tanachalar deshana chiqib, bemorni bezovta qiladi. Gemoroyni kelib chiqish sabablari bir necha xil. Bulardan eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri ich qotish. Bu kasallik surunkali kolit deb ham aytiladi yoki yo'g'on ichakning ta'sirlanish sindromi deb ham aytiladi. Ich qotish hisobini kuchanish va shu joydagi gemoroy tugullarning kattalashishi kelib chiqadi va bemorda sekin-asta kasallikning klinik simptomlari paydo bo'lishni boshlaydi. Eng birinchi darajasida ich kelishdan keyin yengil qonash kuzatiladi. Shu sohada noqulaylik, diskomfort kuzatiladi. Bemor shu narsaga shikoyat qilib keladi. Gemoroyning ikkinchi darajasida esa qon ketish belgilari kuchayadi, gemoroy tugullar asta-sekin deshana chiqib, yo'rsinishni boshlaydi. Uchinchi darajasida gemoroy tugullar butunlay deshana chiqadi, katta-katta bo'lib, katta-katta hajmda qon ketish simptomlari ham dim kattalashib, ko'payib boradi va gemoroy tugullarining razmeri ham odatdagiga nisbatan katta bo'ladi. To'rtinchi daraja gemoroyda gemoroy tugullari juda ham katta bo'ladi. Endi ular hech qachon ichakka to'g'rilanmaydi va qon ketish ham juda ham ko'payib, hatto bemorlarning so'zi bilan aytganda shpris bilan sapgandek bo'lib, qon ketish belgilari paydo bo'ladi. Demak, keyingi savolimiz uy sharoitida gemoroyni qanday davolash mumkin? Bizda bemorlarimiz telefon orqali yoki Instagram orqali so'raydilar. Doktor, men hozir sizni oldingizga borishga imkoniyatim yo'q, vaqtim yo'q. Shu sababli men uy sharoitida gemoroyni qanday davolashni ayting deb so'raydilar. Uy sharoitida gemoroyni davolash mumkin, lekin gemoroyni birinchi, ikkinchi darajasida yordam beradi davolash, uchinchi, to'rtinchi darajasida esa vaqtincha yengillashish paydo qiladi. Gemoroyni uy sharoitida davolash vannochkalar orqali, margansovkali vannochka, romashkali vannochka yoki furatilin eritmasi orqali vannochka qilish orqali gemoroy tugullarining yallig'lanishi kamaytiriladi va uni ustki tarafini turli xil mazlar, maxsus proktologik mazlar ishlatsa bo'ladi. Va eng muhimi proktologik kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillardan biri ich qotishni yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Ich qotishni yo'qotish uchun esa to'g'ri ovqatlanish, kundalik suv me'yoriga e'tibor berish va uyqu rejimini me'yorida qilish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish haqida aytib o'tishimiz kerak. To'g'ri ovqatlanish ichakni faoliyatini ta'sir qiluvchi eng katta omillardan biri hisoblanadi. Ya'ni yeb turgan ovqatingiz ratsionida albatta kletchatka bo'lishi kerak. Kletchatka bu mevalar, sabzavotlar, dukkakli mahsulotlar asosiy kletchatkani tashkil qiladi. Ovqatlanishingizdan oldin yarim tarelka salat, ovqatlanish mobaynida esa yana yarim tarelka salat bilan ovqatlanishni amalga oshirish kerak va ko'proq ovqatingizni tarkibida sabzavotlar bo'lishini, dukkakli mahsulotlar bo'lishini
e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Uglevodga boy bo'lgan ovqatlar, qovurilgan ovqatlar, xamirli ovqatlarni ratsionimizda kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Sizda gemoroy kasalligi aniqlandimi? Sizda gemoroyning belgilari paydo bo'ldimi? Demak, ichingizga kelishini dim katta e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Sababi ich qatish aynan gemoroy kasalligini qo'zg'ashini, undagi asoratlarni paydo bo'lishini asosiy sababchi hisoblanadi. Demak, uy sharoitida gigiyenik sharoitga e'tibor beramiz, toza tutamiz orqa tarafni, ortiqcha tuklardan tozalaymiz. Har doim bu yerda mazla surtib, shu yerni qurib qolishidan yoki infeksiya tushishidan ehtiyot bo'lamiz. Kunda 2 marta vannochkalarni qilib turamiz. Demak, margansovkali, romashkali, protililli vannochkalarni qilib turiladi. Ko'pchilik so'rabdi, homilador ayollardan nima sababdan gemoroy kasalligi ko'p uchraydi? Homiladorlik gemoroy kasalligining qo'zg'ashini yoki agar gemoroy kasalligi mavjud bo'lmagan ayollarda gemoroy kasalligining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Sababi homiladorlikda ichaklarda harakat pasayadi, ich qotish yuzaga keladi va ikkinchi sababi bachadon kattalashib borishi natijasida tos a'zolarida, tos venalarida davleniya ko'tariladi. Shuni hisobini kavernoz tanachalardan davleniya ko'tarilib, gemoroy paydo bo'ladi. Buni oldini olish maqsadida birinchi navbatda ich qotishni oldini olishimiz kerak. Homiladorlarimizda to'g'ri ovqatlanishi kerak, homiladorlarimiz to'g'ri suv ichishi kerak va ikkinchi navbatda bolani kattalashib borishi, bachadonni kattalashib borishi bilan turli xil gimnastikalar, jismoniy gimnastikalarni amalga oshirish kerak. Emaklab yurish bo'lishi mumkin, oyoqlarni ko'tarib yotish bo'lishi mumkin, yonboshlab yotish bo'lishi mumkin. Nishatib bo'lsam, shu tos a'zolaridagi davleniyani pasaytirib turishimiz kerak bo'ladi.